Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Ilhom O'rolov, birinchi bosqich magistranti bo'laman. Jizzax davlat pedagogika universitetining magistratura bo'limi, maxsus pedagogika logoped yo'nalishi magistranti bo'laman. Bugungi o'tib beradigan mavzuyim shundan iboratki, oliy ta'lim tizimiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar mavzusini qisqacha ma'lumotlar bilan sizlarga tushuntirib ketaman. Tomosha qilasizlar. Demak, boshladik. Xo'p, bu yerda taqdimot bilan sizlarga ma'lumot ulashib ketaman. Taqdimotimizning rejalari haqida ta'kidlab o'tadigan bo'lsam, birinchidan zamonaviy talablarga javob beruvchi ta'lim kontinentini ishlab chiqish. Ikkinchisi, innovatsion texnologiyalar va onlayn ta'lim imkoniyatlari rejasini ko'rib chiqamiz ekan. Uchinchi reja esa talabalar va professor o'qituvchilar uchun zamonaviy muhit yaratish haqida gaplashamiz ekan. Demak, birinchi mavzu haqida ma'lumot keltirasizlar. Xo'p, zamonaviy ta'lim kontinenti, ya'ni asosiy tamoyillar nima bo'ladi? Bu degani aniq maqsadlar, ya'ni yangilanish, yangi innovatsiyalar, oliy ta'limga kirib kelayotgan yangi innovatsiyalar, ya'ni yangi metodlar, texnologiyalarni joriy etish masalalarini ko'rib chiqish asosida tamoyillarga urg'u berilgan holda bu yerda rivojlantirishni aytiladi. Ya'ni oliy ta'limni rivojlantirish. Qanday rivojlantirish? Yangi innovatsiyalar bilan rivojlantirish, yangilanish, shaffoflikni ta'minlangan holda ma'lum bir kontinentni olib chiqishimizga, ya'ni universitetni ma'lum bir reytinglarga ko'tarilishiga sabab bo'ladigan asoslar haqida gaplashamiz ekan. Xo'p, bu yerda ta'lim kontinentini ishlab chiqish jarayoni haqida gap ketadigan bo'lsa, uni ham rejalari bor bu yerda. Asosiy bosqichlar ta'lim kontinentini ishlab chiqish bosqichlari talabalarga javob beradigan materiallarni aniqlash, maqsadlarni belgilash va mos resurslarni tanlash. Albatta, qandaydir infratuzilma yoki qandaydir texnologiyalar uchun maqsad qo'yib olinadi. Nima resurs kerak? Ya'ni ma'lum bir xonaga, ma'lum bir fakultetga nima resurs kerak? Nima resurs kam? Misol qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi mana bu ko'rib turgan ekraningiz ham ma'lum yillarda innovatsiyalar orqali universitetimizda, ya'ni Jizzax davlat pedagogika universitetimizda keng joriy qilinib, ancha yengilliklar yaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Shu yerda aytib o'tib ketaman. Avvalambor prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hamda rektorimizga ham tashakkur izhor bildirmoqchiman, mana shunday ekranlarni qo'yib berganlar uchun. Ana endi biz keyingi maqsadga o'tamiz. Talablar tahlili va maqsadlarni belgilash, ya'ni talablarni tahlil qilish, ya'ni u omma oldida o'quvchilardan anonim so'rovlar o'tkazish, o'qituvchilar orasida so'rovlar o'tkazish, yig'ilishlar uyushtirib, qanday resurslar kerakligini tanlab olinib, ana undan keyin bemalol biz texnologiyalarni joriy qilishimiz mumkin ekan azizlar. Xo'p, keyingisi resurslar va materiallarni tanlash. Bu yerda har xil interaktiv vositalar, masalan raqamli platformalar, videolar, elektron kitoblar, ya'ni HIMSS tizimi orqali biz elektron kitoblarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni HIMSS tizimida ham kutubxona degan joyi bor ekan azizlar. Xo'p, videolar tanlanadi. Ya'ni darslarga oid videolarni oliy ta'lim tizimida bo'ladimi, maktab ta'limida bo'ladimi, ularni ham biz joriy qilsak ajoyib ishlar bo'lar ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, innovatsion yondashuv va metodologiyalar. Zamonaviy ta'lim metodologiyalarining ahamiyati. Zamonamiz rivojlanib borarkan, ta'lim dasturlari ham keng miqyosda rivojlanib bormoqda. Ya'ni yuqori metodologiya asoslariga asoslanib keng miqyosli darslar o'tilmoqda. Ya'ni oldingidek darslar oddiy emas, interaktiv texnologiyalar bilan darslar o'tilmoqda ekan. Ya'ni oldin markaz o'qituvchida bo'lgan bo'lsa, endi bor fokus, markaz, diqqat o'quvchiga qaratilgan. Ya'ni o'quvchi ko'proq ishlaydi, ko'proq o'qiydi, ko'proq amaliy mashg'ulotlar bilan shug'ullanadi ekansizlar. Ya'ni texnologiya. Xo'p, innovatsion yondashuvlar va muammolarni hal qilish. Yangi yondashuvlar, muammolarni tahlil qilish, kreativ yechimlar topishga yordam beradi deydi. Yangi muammolarni, hozirgi davrimizda kechayotgan barcha jamiki ta'lim to'g'risidagi muammolarni jam qilib, tahlil qilib, ana undan keyin biz kreativ yechimlarni topib, yangi metod va didaktik texnologiyalar ishlab chiqishga asoslansak, reja qo'ysak, tahlil qilsak bo'ladi albatta. Xo'p, keyingisi ta'lim kontinentini baholash mezonlari. Buni hamma narsani baholash bo'lganidek, ta'lim kontinentini ham baholasak bo'lar ekan. Xo'p, kelajakda ta'lim kontinentini rivojlantirish istiqbollari. Bizning oliy ta'limda, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limida kelajakdagi
rivojlantirish istiqbollari ancha yillar oldin boshlanib bo'lgan va hozirgacha davom etmoqda. Talabalar hozirda interaktiv loyihalar, o'z ustida ishlab, bemalol yaxshi dissertatsiyalar, kurs ishlarini yangi sun'iy intellektlar, sun'iy intellektlardan foydalangan holda adabiyotlar bilan birgalikda tahlil qilish, izlanish, o'rganish, kutubxonalardan foydalangan holda, texnologiyalardan foydalangan holda ularni yosh imkoniyatini keng yaratdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, biz keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, talabalar uchun zamonaviy imkoniyatlar, ya'ni zamonaviy ta'lim resurslarida keng interaktiv bo'lib, onlayn platformalar, elektron kutubxonalar, mobil ilovalar taqdim. Albatta, mobil ilovalarning keng tarqalganligi ham talabalarga ancha yangilik qo'yib berdi. Ya'ni nima demoqchiman? Zamonaviy oliy ta'limga bo'lgan talabni bir qismi hisoblanadi bu platformalar. Ya'ni Hind tizimini hisob qiladigan bo'lsa, bu shaffoflik, baholarning ta'minlanganligi, ya'ni shaffoflik deganda talabalar o'z baholarini ko'ra oladilar, dars jadvallarini ko'ra oladilar. Oraliq, yakuniy, har barcha nazorat ishlarini o'sha platforma o'zidayoq bemalol olishingiz mumkin albatta. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, professor o'qituvchilar uchun ham yangi yondashuvlarni biz misol keltirishimiz mumkin. Masalan, yoshi katta professor o'qituvchilar bo'lsa, hozirdagi yangi rivojlanayotgan texnologiyalar darslariga, to'garaklarga va til o'rganish imkoniyatiga ega bo'lgan o'qituvchilar ham til kurslariga bemalol borishlari mumkin. Bizning universitetda ham bunaqa narsa keng joriy qilinmoqda har hafta kuni. Demak, xo'p, zamonaviy muhitda ta'lim jarayoni, fikr almashinuv hamda muhokama. Talabalar o'rtasida fikr almashilish muhim. Albatta, fikr almashingan joyda o'sish bo'ladi. Tahlil qilingan joyda o'sish bo'ladi deb bekorga bejizga aytishmagan ekan. Talabalar qanchalik bir joydan fikr qilishmasin, bir joydan bosh ko'tarishmasin, ular ma'lum bir yechimni, ma'lum bir g'oyalar orqali o'ylab topishadi hamda interaktiv texnologiyalarni o'ylab chiqishadi. Xo'p, keyingisi ta'lim texnologiyalarining roli. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonining samarali bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Masalan, interaktiv ta'lim platformalari orqali talabalar faol ishtirok etadi. Interaktiv ta'limda platformalarda faol ishtirok etadi. Turli xil quiz testlari, turli xil savol-javoblar, turli xil viktorinalar, kitobxonlik ko'rik tanlovlarining o'tkazilayotgani ham keng miqyosda bu zamonaviy talab doirasida bo'lyapti deb bemalol ayta olsak bo'ladi albatta. Shunday ekan, azizlar, o'qishdan to'xtamang. Zamonamizning yangi talabalari, zamonamizning yangi maktab o'quvchilari bo'ladimi, texnikum o'quvchilari bo'ladimi, hech qachon o'qishdan to'xtab qolmang. Ta'lim olishdan hech qachon kechiktirmang. Zero beshikdan to qabrgacha ilm izlang. O'zim ozgina hayajonlandim. Sizlarga qisqa bo'lsa ham ma'lumotlar bera oldim degan umiddaman. Barchangizga rahmat. Sizlar bilan Ilhom Uralov, birinchi bosqich magistranti bo'ldi. Hammaga rahmat.